Yana yengillik keldi aka. Nima mahsulot? Informatsiya zarur. Koja samakli aka. Xo'p. Razmeri 70, eniga 30 bo'ladi. Samakli ishi mahsulot. Mana yopishgan variantlari. Yonma-yon qo'yib, buni terib ketaverasizlar buni. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar. Haq rasvetkasi olib kelib qo'ydim. Sifatlari juda a'lo darajada. Xitoy mahsuloti. Buni bemalol xohlagan holingizda ishlasanglar bo'ladi, faqat hammomdan tashqari. Misol, divan orqalariga o'tiradigan, kutgan o'tiradigan joylarga. Bo'ldi, tushundim. Men zo'r chiqadi. Zax o'tkazmaydi misol. Ha, vashi zo'r chiqadi. Yosh bolalar yotadigan kravatlar bo'ladi-yu. Shuna yoniga yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Boshni urmaydi, yumshoq tegadi ham. Yumshoq mahsulot bu. Buni yuvsa bo'ladi. Yuvib barsa bemalol bo'ladi-da. Zo'r. Bu chisti koja emas, uni sifati yaxshi. Vashi bilinib turibdi o'zi. Sifatlari yaxshi, bemalol artib yuvsa bo'ladigan. Yopishganda ham kliklari mo'shni ekan, buni ko'chira olmadik mana. Uyda o'zim yopishtirib olaman buni. Bemalol bunga usti shart emas. Ayol kishi ham bemalol qilsa bo'ladi. Mo'ng'irlagan joylari ham bo'ladi. Mo'g'irni faqat ozgina tozalab olib, gruntovkalab, keyin yopishasiz bo'ladi. Har doimgidek bilasiz, bizda narxi bor. Narxi bir donasi 35 ming so'm. 35 bitta donasi. Mana shu turishi. Vashi zo'r. Sizlarga shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, okam nomerlarni yozib qoldiramiz. Videoning tagida manzilni ham yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib ishlarni hal qilinglar.